Ba'zi treyderlar aytishadiki, menda strategiya bor, ishlaydigan rabochiy strategiya bor, istoriyani tekshirsa, istoriyada foyda keltirgan, lekin realda ishlatayotganda hech qanaqa foyda yo'q. Xuddiki nimadir yetishmayotganga o'xshaydi. O'sha yetishmayotgan narsa bu sistema, tizim. Bu videoni oxirigacha ko'rsanglar agar, tizimni qanaqa qilib tuzish kerakligini men sizga ko'rsatib beraman. Aytganlarim agar qiladigan bo'lsanglar, treyderlarning sifati o'sha bitta keyingi pog'onaga chiqadi. Hop, birinchi aniqlashtirib olishimiz kerak bo'lgan narsa bu qaysi vaqtda savdo qilamiz. Ya'ni haftaning qaysi kunlari. Masalan, dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma. Ba'zi treyderlar aytadi, dushanba kunlari meni nimagadir zerkalarim unaqangi zo'r o'xshamaydi yoki juma kuni doim menga omadsiz bo'ladi deyshadi. Siz ham agar iloji boricha, demak, istoriyani tekshirib chiqamiz. Istoriyada dushanba yaxshi o'xshaganmi, o'xshamaganmi yoki xullas qaysi kunlari zerkalaringiz ko'proq minus bo'lgan bo'lsa, iloji boricha o'sha kuni savdo qilish kerak emas yoki bo'lmasam riskni yana ham kamaytirib biroz savdo qilsa bo'ladi. Keyingisi kunni qaysi vaqtlarida, ya'ni bu o'sha sessiyalarga bog'liq narsa. Bilamiz, 3 ta sessiya bor: aziyatskiy, yevropeyskiy, amerikanskiy. Har bitta sessiyada bozor har xil yuradi, o'zgacha yuradi. Masalan, aziyatskiy sessiyada bozor bo'lib, tinchroq, spokойнeyroq, yevropeyskiy sessiyada sekin o'sha volatilность kirishni boshlaydi yoki amerikanskiy sessiyada volatilность juda ham oshib ketganning hisobiga tez harakatlar, katta impulslar bo'ladi. Demak, strategiyani ko'rib chiqamiz. Hammaning o'zining ishlaydigan strategiyasi bor. Shunga qarab demak sessiyani tanlaymiz. Ba'zi strategiyalar bor, masalan, aziyatskiy sessiyada zo'r ishlaydi-da, amerikanskiy sessiyada ishlamaydi. Yoki bo'lsam, yevropeyskiy sessiyada zo'r ishlaydi, aziyatskiyda ishlamaydi. O'zingiz strategiyangizni sinab chiqing. Qaysi kunni, qaysi vaqtida, qaysi soatlarida demak ko'proq foyda beradi. Shunga qarab aniqlashtirib olib ishlaymiz. Keyin savdo qilmaydigan vaqtlarimizga yana masalan yengilliklar ham kirishi mumkin. Iloji boricha yengilliklarni обязательно qo'shinglar. Men bilgan ko'pchilik strategiyalar baribir ham yengillik paytda unaqa zo'r ishlamaydi. Yengillikda ishlashni maslahat beraman. Iloji boricha yengillik chiqib, o'tib ketib bo'lgandan keyin bozor o'z holiga qaytib, yana tinchlangandan keyin yana savdoni davom ettirsa bo'ladi. Ikkinchisi bu savdo qiladigan aktivlarimizni aniqlashtirib olishimiz kerak. Iloji boricha boshida ikkitadan ko'p bo'lish kerak emas. Agar juda ham ko'p aktivlarni birdaniga savdo qilib, birdaniga o'sha hammasini analiz qiladigan bo'lsangiz, analizingiz unaqangi zo'r o'xshamaydi, chunki fokus tarqalib ketgan bo'ladi. Ko'p narsada ishlaydigan treyderlar ko'pincha hech qaysi o'sha aktivni zo'r bilmaydi, ya'ni xarakterini bilmaydi. Chunki har bitta aktiv o'ziga yarasha xarakterga ega. Masalan, bilamiz, neftni yurishi o'zgacha, tilla umuman boshqacha yuradi, kriptolar umuman boshqa o'zga dunyo. Shunaqa qilib, demak, aktivlarni xarakterini iloji boricha o'rganib olishimiz kerak. Lekin buning uchun ko'p aktivlarda savdo qilmaymiz. Shu bilan birga savdo stilimizni ham aniqlashtirib olishimiz kerak. Scalping bo'lasizmi, intraday bo'lasizmi yoki swing trader bo'lasizmi, farqi yo'q. Lekin oldindan bittasini tanlash kerak. Birdaniga ham scalper, ham day trader, ham swing trader bo'lishning iloji yo'q. Agar scalper bo'lsangiz, demak, 1 minutlik time framedan 15 minutlik time framegacha bo'lgan vaqt oralig'ida ishlaysiz. Intraday bo'lsangiz agar 15 minutlik time framedan 1 soatlik time framegacha. 1 soatlikdan balani o'zi ketdi, yog'i swing trader yoki bo'lmasam долгосрочный tradingga kiradi. Bu narsani ham demak aniqlashtirib olib, strogi shu time framedan chiqmagan holda savdo qilishimiz kerak. 4-inchisi bu risk management. Bu ham eng muhim qismlardan bittasi. Strategiya orqali biz pul topamiz, risk management orqali o'sha topgan pulimizni demak saqlab qolamiz. Ikkita maqsad bo'ladi. Birinchisi pul topish, ikkinchisi pulni saqlab qolish. Pulni saqlab qolish uchun demak o'ziga yarasha mana shu qonun qoidalari bor, ishlarga rioya qilishimiz shart. Ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak, masalan, tradingda demak 1% riskdan oshirmagan degan gap bor. 1 yoki goh ba'zi joylarda 2% deyiladi. Bu 1-2% aslida kichkina depozitlar uchun. 1, 2, 3, даже kerak bo'lsa 5% gacha borishi mumkin bu narsa depozit kichkinaligi uchun. $100 dan $1000 gacha bo'lgan pullarda demak 1, 2, 3% qilinadi. Agar 5000 dan baland bo'lsa, uje riskni 1% qilib ushasa bo'ladi. 10000 dan katta depozitlarga uje iloji bo'lsa, даже 0,5% qilish undan ham ko'ra zo'r bo'ladi. 0,5% risk. Keyin risk faqatgina minusga emas,
risk management to'g'rirog'i faqat minusni emas, plusni ham kontrol qilish kerak. Har kunlik har bitta zek uchun ham o'zimiz uchun bitta limit qo'yishimiz shart. Masalan, qanchadir pul topdimmi, bitta zekada yoki bir kun ichida, bo'ldi, shundan keyin o'sha treytni to'xtataman degan, demak, qonun qoidalar bo'lishi kerak. Mana shu narsalar sistemaga kiradi bular ham. Keyin ketma-ket stop losslar bor. Shunaqa joylar bo'lib qoladi. Masalan, ba'zi vaziyatlarda 2 ta, 3 ta, 5 ta, 6 talab kerak bo'lsa, ketma-ket zekalarimiz minusda bo'ladi. Buni hamma o'zini statistikasini, istoriyasini tekshirib chiqqan holda bitta qarorga kelinadi. Masalan, sizda maksimalniy stop loss, ya'ni minus bo'lgan pozitsiyalaringiz agar 5 ta, 6 ta bo'ladigan bo'lsa, o'sha 7-si foydaga chiqib ketdi masalan. 7-zekadan o'sha foydadasiz. Mana shunaqa zekalar umumiy qiymati necha marta bo'lgani, demak, hisoblab chiqiladi. Shundan kelib chiqib, yoki 7 ta, yoki 5 ta, yoki bo'lmasam 3 ta minusdan keyin o'sha iloji boricha treytni to'xtatishingiz kerak bo'ladi. Dalishi bo'lishi, yana ham ko'p minusga kirib ketmasligi uchun. Eslab qolinglar. Pulni saqlab qolishni bilgan treyder ertami kechmi baribir ham foyda ko'rishni boshlaydi. 5-si bu stop loss va take profitdan foydalanish. Eslab qolinglar, stop lossdan foydalanmaydigan treyder xuddiki mehmonga o'xshaydi. Birjaga kelib, pulini yo'qotib, mehmonga o'xshab, ozginadan keyin o'sha bozordan chiqib ketadi. Stop lossni ham demak o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Stop loss texnически qo'yilishi mumkin bo'lgan bir 3-4 ta uslublari bor. Любой birontasini o'zingiz uchun tanlaysizlar. Masalan, agressivniy stop loss, keyin diapazonli stop loss qo'yish mumkin yoki uровеньlar orqasiga qo'yish mumkin stop losslarni. O'zingiz strategiyangizga mos, qaysi biri to'g'ri keladi sizni strategiyangiz bo'yicha demayman. Buni ham masalan istoriyani tekshirgan holda agressivniy stop loss qo'yib ishlasangiz, stop lossingizni kamroq urib ko'proq foyda bo'ladimi yoki diapazonli qo'yib ishlasangiz ko'proq foyda bo'ladimi? Buni ham demak tekshirib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Take profitga keladigan bo'lsa, iloji boricha risk sootnosheniyani eng kamida 1 ga 2 ushlash kerak. 1 ga 2 o'zi eng zo'ri masalan 1 ga 3 deyiladi, lekin har doim 1 ga 3 bozor yurib beravermaydi. Xo'p, bu ham o'zi aslida nima deydi, yana istoriyaga qaytamiz, istoriyaga qarab o'zingiz statistikangizdan kelib chiqqan holda take profitni 1 ga 2 qo'ysangiz, o'sha 10 ta zekadan nechtasi take profitga borgan bo'lardi yoki 1 ga 3 qilsangiz nechtasi take profitga borgan bo'lardi? Mana shu narsalarni tekshirib chiqish kerak. Eng optimalnisi demak tanlab olinadi. Keyin eng grubiy, eng yomon xatolardan bittasi bu stop lossni ko'chirish. Masalan, pozitsiyaga kirdingiz. Kirganingizdan keyin narx sizni foydangizga qarab yurishni boshladi. Ko'pchilik narx ozgina yurishni boshlagandan keyin stop lossini srazu bez ubitkaga ko'chirib qo'yadi. Bu ko'pincha matematikaga to'g'ri kelmaydigan narsa bo'lib qoladi. Matajzdaniya degan tushunchalar bor. O'sha matajzdaniyaga to'g'ri kelmay qoladi. Masalan, itok nechtadir zeka bo'ladi, o'sha nechtadir zelkadan keyin oxiri hisob-kitob qilinganda bez ubitka ko'pincha minusga keltiradi. Ya'ni minus bo'lishiga sababchi bo'ladi. O'zingizda ham masalan agar mana shu bez ubitkadan foydalangan bo'lsanglar, istoriyalarni tekshirib chiqinglar. Necha marta bez ubitka qilgansiz? Bez ubitkani qo'ymasdan turib stop loss joyida va take profit joyida turgan bo'lganda, necha marta masalan stopga bormasdan take profitga borardi chem bez ubitkadan ko'ra foydada yopilgan bo'lardi. Mana shu narsalarni ham demak hisoblab chiqinglar. Shundan keyin iloji boricha bez ubitkadan o'sha foydalanmaydigan bo'lasizlar. Yoki bo'lmasam gohida даже testkasini qilishadi odamlar. Stop loss turibdi, narx srazu foydaga emasdi, minusga qarab ketadigan bo'lsa, stop lossni yana ham pastroqga tushirib qo'yib, bozorga ko'proq shans beradi. Bu ham matematik ajdaniyani buzib yuboradigan narsalardan bittasi. Chunki bitta dona zelkani o'zida siz 2 ta zelkani masalan riskini qo'yasiz o'sha joyda. Stop loss qo'ymasam ham narx baribirga men xohlagan, men kutgan tarafga qarab ketyapti deb ba'zilar stop loss qo'ygisi kelmay qoladi keyin. Aslida stop loss bu bitta zo'r instrument. Bundan zo'r unumli foydalansa bo'ladigan o'ziga yarasha demak strategiyalar bor stop lossdan foydalanishni ham. Hech kim masalan sizni yoki meni yoki qaysidir boshqa bironta treyderni stop lossi uchun narxni pastga yoki tepaga ko'tarib yoki tushirishmaydi. Bozor o'z xuddi yuradi. Stop lossingizni urib keyin siz tarafga qarab ketyaptimi, demak stop lossni siz noto'g'ri qo'yayotgan bo'lasiz. Yana bir marta aytaman, istoriyani tekshiringlar, stop losslarni qarab chiqinglar. Balkim siz agressivniy stop loss qo'yayotgandirsiz. Agressivniy stop lossda demak mana shu stopni urish tez bo'lib turadi. Balkim sizga diapazonli stop loss ko'proq foyda berishi mumkin. Buni demak qarab chiqishingiz kerak bo'ladi. 6-si bu qachon savdo qilmaslik.
yaxshi trader o'zini demak savdo qiladigan va savdo qilmaydigan momentlarini ham biladi. Savdo qilmaydigan momentlar masalan emotsiya bo'lishi mumkin. Emotsiyaga berilgan paytingiz. Bu narsani oldinlar ham eshitgan bo'lishinglar mumkin, lekin men sizga tushuntirib berishga harakat qilaman. Nimaga emotsiyada trade qilinmaydi? Agar kayfiyatingiz zo'r bo'lsa, siz o'sha payt pozitivda bo'lasiz. Siz uchun hamma narsa yaxshi, xuddi yaxshi tugadigandek ko'rinadi-da, o'shanaqa paytda xatolar qilib qo'yishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam настроение yo'q paytida ham jahl ustida katta lotlar bilan, xullas, o'sha paytda ham demak xatolar ko'p qilinadi. Iloji boricha emotsiyaga berilgan paytingiz kompyuterga yaqinlashmang, tradingga yaqinlashmang. Yana ko'p kuzatiladigan xatolardan bittasi bu masalan bitta stop loss ushlagandan keyin xuddi narx hozir mana shu stopini urib keyin ketib qoladi deb o'ylab yana kirish, yana qayta kirish. Keyingi kirish, ya'ni minuslarni qoplash, minus qilingandan keyin sirazi bo'lmaydi. Minus bo'ldimi, minus bo'lgandan keyin, значит, keyingi o'sha plan tuziladi. Minus qilingan depozitni восстановить qilishga ham o'ziga yarasha strategiyalar bor. O'sha strategiyalar orqali demak minusdan chiqish kerak bo'ladi. Minus bo'lishi bilan sirazi kirilmaydi. Mana shunaqa paytlarida kerak bo'lsa trade qilmaganingiz sizni eng katta yutuqingiz bo'lishi mumkin. Chunki mana shunaqa savdo qilinmaydigan paytlarida kirib, minus qilgandan ko'ra, undan ko'rasa hech nima qilmasdan, pul yo'qotmasdan o'tirgan menimcha afzalroq. 7-si bu savdo jurnalini yurg'izish. Bilib qo'yinglar. Yozilmagan trade bu o'rganilmagan trade, ya'ni xatolarni o'rganmagan bo'lasiz. Faqatgina yozganingizdan keyin o'sha yerda demak statistikangiz ko'rinib turadi, shunga qarab o'zingiz xatolaringizni aniqlab olishingiz mumkin. Qaysi aktiv bo'lishdan qat'iy nazar. Xullas, aktivini ham yoziladi, chislo yoziladi, iloji boricha haftani qaysi kuni, qaysi sessiyada kirdingiz, nima sababdan kirdingiz, stop loss xatga qo'yildi, take profit xatga qo'yildi. Itok masalan take profit bilan yopildimi, stop loss bilan yopildimi yoki ruchnoy yopildimi? Stop losslarni agar surgan bo'lsangiz, o'zgartirgan bo'lsangiz, bezubitkalar qilgan bo'lsangiz, mana shu narsalarning hammasini iloji boricha har bitta pozitsiyanikini yozib borish kerak va har haftani oxirida o'tirib o'sha jurnal ochiladi undan keyingi bo'lgan voqealar bilan grafikka qarab o'sha tarixingizni demak solishtirib chiqasiz. Agar masalan stop lossni surmaganimda yoki take profitni bu yo'q emas, bu yo'qga qo'yganimda qancha foyda bo'lardi yoki qancha ziyon bo'lardi deb o'zingizni demak polniy statistikangizni o'rganib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Mana shunaqa paytlarda demak hamma xatolar kelib chiqadi. Shundan kelib chiqqan holda o'sha tizim o'sha yo'liga tushishni boshlaydi. Xatolaringizni aniq ko'rib bilganingizdan keyin demak men bu xato, men qilayotgan ishim xato ekan, bu narsani demak qilishim kerak emas deb o'sha keyingi treydlaringizda o'sha xatolarni takrorlamaydigan bo'lasiz. Описаниеda Telegram kanalim silkasi bor. Men Telegram kanalimga mana shu savdo jurnalini yurg'izish haqida bitta shablon qo'yib qo'yaman. Telegram kanalimga kirib, bemalol shablonni demak ko'chirib olsanglar bo'ladi. Mana shu sizlarga sanab o'tgan narsalarimga agar amal qiladigan bo'lsanglar, ko'rasizlar, tradinglarning sifati yana bitta urovень tepaga o'zi ko'tariladi. Tizimni bugunni o'zidan tuzishni boshlaydi. Agar bugun qilmadingizmi tizimni, demak yana 1 yil yo'qotasiz. Yana xuddi o'sha nimadir yetishmayotgandek, strategiyam ishlayapti, lekin foyda qila olmayapman degan gaplar yana 1 yil davom etadi. Video agar foydali bo'lgan bo'lsa, like-larni kutib qolaman. Kommentariylarda o'zingizlarning fikringizni yozinglar, hammani kommentariyasiga javob berishga harakat qilaman. Hammaga xayr.